Realtorlik tashkilotlari va realtorlar diqqatiga. O'zbekiston Davlat aksiyalari boshqarish agentligi tomonidan O'zbekistondagi professional jamoat tashkilotlari, ya'ni realtorlik tashkilotlari assotsiatsiyasi va O'zbekiston realtorlar gildiyasiga xat kelib tushdi. Xatni ushbu video сообщение video murojaatimni tagida qoldiraman. Ushbu xatni mazmuni shundan iboratki, xabaringizlar bor, 1-apreldan barcha oldi-sotdi operatsiyalari ko'chmas mulk bilan hammasi bank orqali, ya'ni elektron tizim orqali yoki o'sha bank kartalari orqali o'tkazilishi belgilangan. Bu bo'yicha Prezident farmoni 246-sonli farmonga asosan endi davlat aksiyalari tomonidan shunaqa topshiriq kelib tushganki, barcha realtorlik tashkilotlari va realtorlar mijozlariga mana shu 1-apreldan boshlanadigan mana shu tartibni ma'lumot sifatida barcha mijozlaringizga yetkazing degan topshiriq kelib tushdi. Iltimos, realtorlar gildiyasi barcha a'zolariga ushbu topshiriqni video murojaat orqali yetkazibman. Albatta, mijozlaringiz bilan ishlaganda ushbu ma'lumotni yetkazib qo'ying. 1-apreldan oldi-sotdi qilish uchun albatta bank kartalari orqali yoki elektron tizim orqali sotuvchi oluvchi sotuvchiga pul o'tkazishi majburiy bo'ldi. Ushbu ma'lumotni iltimos barcha mijozlarga yetkazing. E'tiboringiz uchun rahmat.